Uyghur rayonida ko'rgan аңлыганларыңызны сөзләп бәгән булсыңыз. Мен халыкара ва Хитайда Шинжаң дип аталдыган Уйгыр районыга 5 ай ичидә 2 кытым, ягъни бу ел январда 1 кытым ва майда 1 кытым бардым. Хәбәрегез булгандак, у yerda мәйле каярга бериң, кайныңызга адам чүбилеп, башкаларны очык-ашкара зиярат кылып, мөхбир сүптидә хәбәрләшләш интайын кыйын. Шуңа без саятчы сиякыда хупияны бардык. Улар башлап барган yerga барсаңыз, sizga ko'rсәтелдигәне худди BBC, Reuters ва NPR-ларда хәбәр кылгандак сәхнәләштерелгән тәшвиқат oyunlары. Шуңа без башкачарак усулы белән у yerda hozir ijro qilinib atgan mutlaq taqib dövletining haqiqiy ahvolini egalash, yerlik Uyg'urlarning inkaslarini elish hamda bu realliklarning orqasida bolalarning beshiga kelgan qismatlarni bilib beqish umidida u yerga borgan edik. BBC, by Reuters, by NPR. So we were hoping to do something a little bit different, and we were really hoping to try and get a sense of the Orwellian state that is really playing out at the moment in that region, as well as to get voices from Uyghur people on the ground, and hopefully to uncover some of the realities behind what's happening to children, among other things. Bu yanvarda bir qatım ve mayda bir qatım bardım dediniz. Bu arada nimalarning o'zgarganligini bayqadingiz. Between like 4 months time, what did you see? What's changed there? Her iki qatımda o'xshamaydigan rayonlarga bardim. Birinchi qatim Urumchi va Qashqarga bardim. Ikkinchi qatim Xotanga bardim. Ikkinchi qatim barganimda bexatarlik tadbirlari texim kuchaygandek tuyuldi va sal tashvish his qildim. Mayli nagila barayli surat tortish va ziyorat qilish har jihatdan qiyin bo'ldi. It was very tight security. We got stopped many times wherever we went, and it was very difficult, logistically difficult and kind of challenging shoot to pull off. Siz o'zingizning Twitter yo'llanmangizda buning ikkinchi dunyo urushidan keyingi eng zo'r ko'lamli qamash qilinishi ekanligini debsiz. Buni sharhlab bergan bo'lsangiz. Bu Yahudilar uchragan cho'ng qirg'inchilikdan buyangi har qanday bir irq va diniy guruhning eng zo'r ko'lamda tutqun qilinishi bo'lib hisoblanadi. Buning ko'lamiga odamning ishongisi kelmaydi. BDT tutilganlar sonining 1 million ekanligini faraz qildi. Yaqinqi taxminlarda 1,5 milliondan ortiq odamning Uyg'ur rayonining har qaysi joylaridagi tutib turish lagerlariga qamalganligi ilgari surildi. Buning poyoni yo'q. Bu hozir dunyodagi eng og'ir jinoyatlarning biri. Siz filmda tilga olgan Elqi do'stona dehqon ayol. Siz uningdan Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan siyosatiga qanday qaraydiganligini so'rgan edingiz. U hatto Xitoycha o'rtaq tilni yaxshi so'zlay olmaydi ekan. Shundoq turibmi u shu lagerlarga qamalgan doktor va dunyoga tanilgan olimlarning qaloq ekanligiga ishindi ekan. U o'zining hukumatning Uyg'urlarga qaratgan muomalasini qo'llaydiganligi va ularning tarbiyalanib, hech bo'lmaganda shu ayoldek saviyaga yetishi kerakligini bildirganda qanday qo'yildingiz? She was approving the government's treatment and policy and still thinks that those people deserve training, they should be trained and should be able to catch up at least to her level. What's your impression of her? Xitoy Kompartiyasi Шинжаңda xavfsizlik tahdidi bor. U cho'qim davlat bexatarlik siyosati va planining markaziy nuqtasida bo'lish kerak degan obrazni yaratishda o'zining tashviqot apparatlaridan bak unumli foydalandi. Uningdan boshqa o'tgan 10 yil mobaynida rayonning boshqa joylarida bir qism zo'ravonlik voqealari yuz berdi. Bir qism Uyg'urlar boshqa davlatlardagi terror tashkilotlarga qatnashdi. Ammo meningcha Xitoy faqat buningki tahdid omiliga bakrak esli bilib, bu siyosatlarni yo'lga qo'ydi. Meningcha bu buncha ochiq odamning atalmish qayta tarbiyalash lagerlariga qamalishiga sabab bo'la olmaydi. Lekin ular bu tahdidni yo'g'initib ko'rsatib natija qozondi. Chunki bir partiyalik davlatda uchur oladigan boshqa manba bo'lmaganligi uchun hammaydan emas, ammo nurg'ulg'an Xitoylar bu xildagi tashviqotlarga ishinib qoldi deb qarayman. But they have really amplified that fear, and I think it's very effective, and that a lot of people, not everyone I would say, but a lot of Han Chinese people have kind of believed in that propaganda, because the one-party state means that is sort of the only or the main media source that you're getting. Sizga o'xshash muxbirlarning erkin, cheklimsiz xabar ishlashi to'sqinlik uchrayotgan sharoitda nurg'unlagan ekskursiyalarning tashkillanganligini ko'rdik. Sizningcha Xitoy nima uchun shunday qildi? Sizningcha Xitoy bu chitliq qismlar, to'silgan ko'chalarning orqasida bir narsalarni yo'shirmoqchi bo'lyapti. Barbed wires and blocked streets.
Albatta, Xitoy u rayondan uchurlarning chiqib ketmasligini kontrol qilish uchun intayin kuchli tadbirlarni olgan. Bu joy hozir Xitoyda xabar ishlash eng sezgir bo'lgan rayondir. Chunki bu yerdagi uchur ma'lumotlarning oshkorlanib ketishi Xitoyni bakma bearam qilgan bo'lg'achqa orqangizga boshdan oyoq odam tushib oladi. Shunga men so'zlashga jurnalistlarning hammasi u yerga berib to'g'ri uchur egallashning intayin mushkul ekanligini aytib berdi. Men u yerdan yana qanday uchurlarning chiqadiganligiga bir narsa deyolmayman. Sizlarmi u rayondan uchurlarni oshkorlab bak yaxshi qilyapsizlar. Bu yerdan chiqayotgan uchur masalasi kelganda Xitoy hukumatı uningdagi hikoyani kontrol qilishga bakrak ahamiyat berdi. Getting information out of the region, but it does seem like they very much want to control the narrative when it comes to what's going on there. Siz u yerga do'stingiz bilan birga berib, nurg'un xatarga tavakkul qildingiz. U yerda beshingizga har qanday balo kelishi mumkin edi. Baxtga yarasha siz u yerdan sog'-salomat yenib keldingiz. Nima uchun shuncha ko'p xatarga tavakkul qilib, bu temada xabar ishlashni loyiq ko'rdingiz? Why did you want to do this? Why did you want to risk a lot of things to report on this issue? I mean, as I said, this is Men burun ta'kidlab o'tgandek, bu hozir dunyodagi eng og'ir kishilik huquq jinoyatlarining biri. Hozir u yerga berib keladigan odamlar ko'p emas. Men so'zlashgan nurg'un Xitoy muxbirlar buni xabar qilishni xohlaydiganligi, ammo o'zlarining Xitoyda urug' tuqqanlari borligi, oila taobatlarini balog'a tiqishni xohlamaydiganligini aytishdi. Chunki yaqinda buyon Xitoy hukumatı kishilarni tutib va ularni yo'q qilib bitish mumkinchiligini oshirdi. U yerda yaqin tuqqanlarim bo'lmaganligi uchun shu men o'zimni u yerga bora oladigan ahvolda deb qaradim. Undan boshqa menchi bu tema u yerda bo'lib ishlar va uning ko'lamiga qaramasdan o'zi loyiq bo'lgan dunyoviy diqqatga erishalmadi deb o'ylayman. Ichinish yeri siz kishilardan Uyg'urlar haqida so'rasangiz, ular hech narsa deb bera olmaydi hamda u yerda nimalarning bo'layotganligidan xabarsiz. Jurnalist bo'lish sifatimiz bilan u yerdagi vaziyatga bo'lgan tunishni o'stirishda mas'uliyatimiz bor. Sadly, they don't know and they don't know what's going on. So as a journalist, it's obviously our responsibility to try and bring awareness about the situation on the ground there. Balalar yaşlысы haqida to'xtalsak, siz filmingizda ba'zi balalarning yakshanba kunlari uylariga qaytmaydiganligini deb aytdingiz. Bularni ko'rganingizda qanday tuyg'uda bo'ldingiz? İstanbul, Qozog'iston va Amerikada yashayotgan ko'plagan Uyg'urlar bilan so'zlashish jarayonida nurg'unlagan ota-onalarning o'z farzandlarining hukumat boshqarishidagi o'rinlarga qamalliqda paras qilganligini bildik. Biz shuningga asosan u bolalarning qamalishi mumkinchiligi bo'lgan joylarning o'rnini bekitib chiqdik. Bular asosan o'tgan bir necha yildan buyon yasalgan har xil yaslilar edi. Shuning o'xshash vaqt yana yuzlagan minglagan cho'ng Uyg'urlar yig'ilishga boshladi. Shunga biz bu o'rinlarda ota-onalari tutib turish markazlariga elib ketilgan bolalarning bor yo'qligini aniqlashga urindik. Shuna qilib biz shu yaslilarga bordik. Bularning bir nechtasi Xotanning shahar atrofiga joylashgan. Biz u yaslilarda g'alat ishlarni ko'rdik. Biz u yerda yakshanba kunida bolalarning yurayotganligini bayqadik. Albatta bu normal mashg'ulot vaqti emas edi. Biz yana boshqa bir yasliga bordik. U yerdan maktab tugagan soatlardami birma bolaning qaytayotganligini ko'rmadik. Bu binolarning ko'pinchisi vayrona mahallalarga yasalgan bo'lib, shunday yerlarga bunday cho'ng tipdagi yaslilarning selinishi meni hayron qoldirdi. Bu odamning ko'nglini g'ash qilgan bir ish. Bizning farzimizcha buning ko'lim nihoyat zo'r. Bu ularni faqat ota-onalardan emas, balki ularni kimligi, madaniyati, tilidan ayirib o'tib kelgusi avlodni osmonlasiya qilishdir. Albatta bularni ko'rish odamning ko'nglini haqiqatan parishon qiladi. Struck me as a strange place to build such a huge kindergartens. And yeah, I mean, it's sad, there's the scale at which we suspect this is happening is a lot, and it's a really effective way to assimilate the next generation and to ensure that they themselves are stripped of not only their families but also their identities and their culture and their language. So yeah, it was sad to see. Uyg'ur rayonida turib ishlagan bu esil programmingiz sababli siz qora tizimlikka ilinib, Xitoyga yana bora olmasligingiz mumkin. Buningdan pushaymon qilamsiz. And you could be blacklisted and you could be blocked from going to China. And do you regret? I don't regret it, no. I mean, that makes Yo'q, pushaymon qilmayman. Meni parishon qiladigan ishlar bu emas. Meni bir yerim Xitoyga tutishdi. Mening ba'zi oila a'zolarim yana Xitoyda. Men Xitoyda bir necha yil turgan.
Mən ömrümnің yerimini Xitayni tədqiq qilish və Xitay tilini öyrənishə sərf qıldım. Bu əlbəttə məni pərişan qılıdı. Bu dövlətdə nurgun isil narsalar бар. Mən o tuproqqa hərgiz o'chamas. Amma o'xshash vaqtda bir jurnalist bo'lish sifatim bilan huquqdorlarni so'roq tortaman va dunyoning har qaysi joylarida yuz berayotgan jinoyatlarga diqqat jalb qilaman. Shunga bularni qila olganligimdan hərgiz pushaymon qilmayman. Chunki men bularni qila olganligimdan o'zimni talaylik hisoblayman.